Sen bilan boshqa joyda gaplashamiz. Shirin, shoshma. Gaplashib olaylik. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Oxir gapimni aytib bo'lganman. Voy, gaplashib ola qolsang-chi. Gaplashaman, faqat hozir emas. U ham ozgina qiynalsin. Voy, bismillah. Sekin eshitib qoladi. تخت گاز و تنها برو چم را شمال 100 بار А если это любовь, чего печалишься ты? Tog'amni qamatib yuborgan deydizki, shumi? Bir iflos bola ekan deb, o'lmas ekan deb bola. Bor menga yamach bilan vartalon chaqirib, Kim u? serial ham ko'rmagan, hazil ham tushunmaydi bu bola. Menga qara, oshpaz bilan qassob topib kelmamoqqa Nima qilasiz? xalqqa osh beramiz. Ha? Tog'am qamalganlar uchun xalqqa osh beramiz. Qayerdan topaman? Atlantika okeanida ekan bolalar. Olib kelasanmi? Bor topib kel menga. Tog'a, siz hech nimani o'ylamang. Sizni qamatganlardan aynan ko'cha varaqasini oladi. Sizni yuzingizga javob beraman yerga qarab bunga. Obbo, tog'a ham hazil tushunmaydi. To'g'ri qilsangiz, chimashdi. Ha, Jonuvik. Boy yegani yetmadimi? Qusga to'ymaysanmi deyman. To'xta. Shumi tanlaganing? Qoch, A? qoch, qo'lim qo'yib. Hey! Bu bolani allaqachon o'ldirganman. Ha. Tiriklik paytda o'qimagan uchun o'lgandan keyin yurib turaymi institutda? Men buni tinchitib bo'lganman. Nima qilgansan? Tinchitgansan? Bu bola tirikligida o'qimagan. O'lgandan keyin institutga yurishini qaragan. Kechiga rasm bu. O'lmagan ekan. Biz bu bolani o'ldi deb o'ylashimiz uchun shuncha mashmasha qilib berishdi bizga. Qara. Bo'ldi. Buni o'zim tinchitaman. Yo'q. Bu yog'iga endi sen aralashmaysan. Bu bolani ham o'ldirmaymiz. Bizani yaqinlarimizda qanaqa yo'q qilgan bo'lsa, buni ham yaqinlari bordir, bitta yo'q qilamiz. Qarang. Yetgan bolalarim shular. Urushni biladimi bularning? Yaxshi bilishadi. Yaxshi, ketdi.
Shirin yonni yana bir marta ko'rsam, o'ldiraman. Tushundingmi? Sani yigitching tirik ekanmi? Bu meni yigitim emas. Kiming unda? Bore. Senga kattalar gaplashayotganda aralashmagin deyishmaganmi? Bo'ldi. Qoch. Ketgin iltimos bor. Sen bilan keyin gaplashamiz. Ha, aytguncha. Keyin ogohlantirmadi demagin. Yigitingga aytib qo'y. O'ziga ehtiyot bo'lsin. Tag'in yo'q bo'lib qolmasin. Bo'ldi, qoch arzimaydi. Qara uni qanaqaligini. Ne yana bunaqa qotdi? Nima, prosta kechirib ketursinmi? Unga ham oson emas. O'zidan o'tganni faqat o'zi biladi. Endi aybingni yuvishing kerak. Omad. Sizlarni o'tga yig'ishimdan maqsad sizlar bilan bitta ish boshlaymiz. Xullas, mana shu territoriyani egallashimiz kerak. O'zi shu ishlarni deb o'lib ketishingga sal qoldi. Yana shu yo'lga qaytmoqchimisan? Men ular qilgan ishni prostakka qoldirmayman. Hammasi qilgan ish uchun javobini beradi. O'zing bilasan. Meni bu ishlarga aralashtirma. Qo'rqyapsanmi? Yana kimdir ketmoqchimi? Yordam kerak bo'lsa, biza shu yerda. Xullas, Rahmatjon tirik ekan. Sen uni qatdan taniysan? Maktabda birga o'qiganmiz. Hozir universitetda ham birga o'qiyapmiz. Yaxshi, mana shu ko'zimizdan oldi ekan. Uni yaqinlarini taniysanmi? Ana u qiz Shirin. Kim bo'ladi unga? Sevgilisi, menimcha. Keyin Samandar degan o'rtog'i bor. Yana onasi ham bor. Nima dedi? Shu uzr so'radi. Boshqa bezovta qilmas ekan. Shirin, nima qilsam kechirasan? Meni shunday joyga olib boringki, men hayron qolay. Shunda kechirishim mumkin. Mumkin. Menga qara. Shu ishni bugun qilsak bo'lmaydimi? Yo'q, hozir emas. O'z vaqti kelar. Xat ketyapsan. Uyga. Nima yonimda turishda patlamsan uchun? Yoki duxingga o'tirdingmi? Men senga отчет berishga majbur emasman. Ol qo'lingni. Sen o'rtog'imsan o'zi?
Ha? Nima unda yarim yo'lda tashlab ketyapsan? Men yana bu isqirtishlaringga aralashish niyatim yo'q. Endi qo'lingni ol. Olmasamchi? O'rta, sen menga keraksan. Lekin bu ishda oxiri yo o'lim, yo qamoq. Ana isqirtiq qilgan ishi miyamdan chiqmayapti. Qilgan ish uchun javob berish kerak. Вообще-то bunaqa ko'chalarni yo'qotib olmoqchiman. Tushunaman seni. Lekin bu ish uchun senga tajribasi bor odam kerak. Bu odam bo'ladimi? Kim? Assalomu alaykum. Yo'q alaykum. Qachon keldingiz aka? 3 kun bo'ldi. Nimaga xabar bermadingiz? Bir ikkita ishlarim bor. Shularni bitirish kerak. Qanaqa ish? Yordam kerak bo'lsa? Yo'q. Ish bitdi. Nima ish aka? Ikkitasi bilan hisob kitobim bor. Shularni yo'qotish kerak edi. Kim edi ular? Qo'yib. O'zingizlar nima gap? Yaxshisi, biror joyga borib o'tirib gaplashaylik-a. O'zbekning ovqatlarini sog'indim. Bo'ldi, ochaveraymi? Hozir yana ozgina. Shoshma. Mana. Voy! Endi kechirdingmi? Yo'q hali. O'ylab ko'raman. Ketdikmi? Ketdik. Chiroyli juftlik-a. Ha. Maktab davrlari zo'r edi-ya. O'tib ketdi. Men ham sog'indim. Kirmaymizmi? Yo'q, halal bermaydi. Aytgancha, Zarnigor bilan gaplashib turibsan? Hozir u Qozog'istonda musobaqaga tayyorgarlik ko'radi. Kelmasmikan? 1 yildan keyin deb aytdi menga. Unda yaxshi. Yur, biz ham aylanamiz. Mayli. edim ishqingda telbayu devona, nahotki bo'lib qoldimmi endi begona. Axir o'zing eding qalbimda yagona parvona. Unutay deymanu lek yurak ko'nmaydi, tunlarim bemazmun dil seni so'raydi. Xayollarimda sen xayolim qo'nsaydi, yo'q unutkim kelmaydi. Bor o'shalarga bor agar sevsa seni, mendanam kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshiq u bemor. Bo'ldi qil. O'lurmagan, o'lgan odam o'ldi ketdi. Ahmad, ikkita kattani Xurshid bilan qassobni yo'q qilgan. Tushunyapsanmi? Mayda-chuda bo'lsa ham mayli edi. Xurshidni qamoqda o'zida o'ldirgan. Qanaqa qilib? Bu bizga nisbatan ogohlantirish. Kim qildi deb o'ylaysan? Bilmayman. Menimcha bu ish Rahmatjon qilgan.